Buncha avariyaning mashinalarni to'ldirib nima qilyapsiz? Obunachilarimiz video chiqarmayapsan deb qo'ygani uchun oxiratda chiroyli video qilib bermoqchiman. Hammasini. Hammasini. Xo'p, boshlanqani? Albatta, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Jalol Avto servis kanalini kuzatyapmiz. Xudo xolasa bu mashinamiz yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 28800 yurgan shu holatida, avariyaning holatida oldik. Bilasiz, O'zbekiston bo'ylab DTP bo'lgan, qattiq bo'lgan, yonib ketgan mashinalar olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Shuni evaziga bizga o'ta ko'p mashina chiqqan. Har bittasini qurbimiz yetguncha olyapmiz. Bu mashinamiz haqida ma'lumot berdik. Mashinamiz yurganlarini aytdik. Mashinamiz mexanika, mana holatlarni bitta ko'rsatasiz. U tomonlardan bitta keling, mana narigi tomonlarini ko'ryapsiz, qanchalik bo'lganligini. Mana shu kirlosi tekkan joyi bor. Xo'p, eshiklari o'zi bo'ladi, vakuumda bo'ladi. Orqasini kraska bo'ladi. Bu tomonlarimiz, orqa qismlarimiz yaxshi. O'ng tomonimiz bir tomoni jo'lik hech narsa qilmagan, faqat oldi kirlarimiz ozgina DTP bo'lgan. Har doimgidek Gentra avtomashinamizda aerobagi o'tadi, Cobalt qo'shqab o'tmay qolmaydi. Chunki Gentra har doim nechta olgan bo'lsak, hammasi aerobag. Endi bu Cobaltga negativ emas, lekin haqiqatda. Haqiqatdan negativ emas. U Cobalt bir xil remen toqmasa o'tmaydi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi degan gaplar qiladi. U remen toqqanini ham salondan chiqib keladiganini ham ko'rdik, aerobag o'tmayapti Cobaltnikini. Xo'p, keyingi bu mashinamizning narxi haqida qiziq ko'pchilikka $5000 ga shu holatida olganmiz. Mashinani talab deydiganlar uchun mashinamiz ideal holatda chiqishi $7800 ga mashinamiz 8000 plus minusiga taq holatda bo'ladi. Xo'p, 2024-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 13000 yurgan, saqlangan Damas avtomashinamiz. Yonbosh biqinidan kelib Spark avtomashinasi urgan. Va chap tarafiga yonbosh bo'lgan. Mana chap tarafini ham ko'rsatib o'tasiz. Chap tarafida almashayotgan narsasi yo'q, hammasi o'zi bo'ladigan holatda. O'ng tarafimizdan bitta eshigimiz almashadi. Bu mashinamizni shu turishiga $3400 ga oldik. Mashinaning asli narxi $3000. Sababi oilada bir kishi boquvchisi yo'q oila ekan, faqat shu Damas bilan kun kechirganligi uchun majburiy holatda sotganini evaziga qo'limizdan kelgancha yordam qilib qimmat narxda oldik. O'zi asli mashina narxi 3000. Bu mashinamiz shu turish yasab beradi deydiganlar uchun $4000 ga mashinamizni o'zini qilib beramiz. Ideal holatda qilib, mena taqi bilan $4300-$4400 ga mana shu mashinamiz taqlab beramiz, taqlab ber deydiganlarga. Shu turishiga sotib olaman deydiganlarga $3700 bo'lsa, shu turishiga sotamiz. Sabab 3500 da o'zimizda turibdi, dokument olib kelishi bilan. Bu mashinamizni ideal holatda qilib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, oxiri ishlab chiqarilgan Nexus'larimizdan bittasi. Bor yo'g'i 38000 yurgan, mashina zavodda turgan holatda Qashqadaryo viloyatida minib kelganmiz. Bu mashinamiz bitta obzor qilib berasiz holatlarini. Mana ko'ryapsiz, eshigida bor, orqa zadniy krelosida bor. Hop, chap tarafimizga kelayotgan bo'lsak, tom qismida bor. Chap tarafimiz, zadniy krelolarimiz yaxshi. Mana bu ikkita eshigimiz vakuumda chiqadigan holatda, vakuumda chiqariladi. Bu krelolarimiz ham vakuumda chiqadi, ya'ni kosmetika bo'ladi xolos. Oldi qismlari, salon qismlarida ishi yo'q. Salonlarni ham ko'rsatib o'ting. Mana mashinaning salon qismlarida hech qanaqa ishi yo'q. Simichkalarga e'tibor bermaymiz, haydab kelishni chakligamiz. Bu mashinamizda shu holatida 48 million so'mga oldik, dokumenti olib kelishi 52 million so'mda turibdi bizda. Yasab ber deydiganlar bo'layotgan bo'lsa 80 millionga taq holatda qilib, ideal holatda qilib yasab beramiz. Shu turishiga olaman deganlar bo'lsa, shu turishiga ham sotaveramiz. Keyingi mavzularimizga o'tamiz, kelaveramiz. Bu tarafda ham avariya mashinalarimiz bor. Bu mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Katta yuk mashina tagiga kirib ketgan, o'ta qattiq ayanchli darajada urilgan. Mashinamiz holatini ko'ryapsiz, qanchalik darajada. Bu mashinamizni ham shu turishiga ham sotaveramiz. Narx to'g'ri kelayotgan bo'lsa, olaman deydiganlarga, yo'q, yasab ber, kuzovga yig'ib ber deydiganlar bo'lsa, kuzovga ham yangi kuzovga ideal holatda yig'ib beramiz. Mashinamiz yig'ilgandan keyin narxi $6200-$6300 ga tushadi. 2020 mexanika 120 ming yurgan. Hop, mana shunchalik qattiq urilgan, lekin rul ham aerobag o'tmagan, tarpini ham aerobag o'tmagan. Nima deysiz endi? Mana bu Cobalt avtomashinasi ishonch hosil qilish uchun realni ko'rsatyapmiz. O'ta ko'p Cobalt olganmiz. Bu mashinam Onyx avtomashinasi. Bu mashinamizga yangi ko'zib terib, ideal holatda qilib beramiz. Endi Damasimiz ancha vaqtdan beri turibdi. Buni hali dokumenti bo'lmayapti, shuning uchun turibdi. Hop, so'g'onaga kelamiz.